Hozir men sizga sun'iy intellekt orqali daromad topasizmi degan savol bersam, katta ehtimol bilan yo'q degan javob olaman. Lekin ayni vaqtda hozir kimdir AI modellarga kiyimlarni kiydirib, rasm va videolar tayyorlab daromad topishyapti. Yana kimdir esa kameraga chiqmasdan, yuzini ko'rsatmasdan Instagramda blog yuritib daromad topishyapti. Yana kimdir esa biznes egalariga sun'iy intellekt orqali video reklamalar tayyorlab daromad topishyapti. Endi sizga bitta savol beraman. Siz faqat sun'iy intellekt haqida eshitib, kuzatib yuradigan inson bo'lib qolasizmi yoki bo'lmasa mana shu sun'iy intellektlarni o'rganib, siz ham daromad topuvchi inson bo'lishni xohlaysizmi? Agar siz ham sun'iy intellekt orqali daromad topishni xohlasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga mana shu video davomida sun'iy intellekt orqali daromad topishni 5 ta yo'lini va bu yo'llar hozir nimaga ishlayotganlarini ham tushuntirib o'taman. Meni ismim Shahlo, men Shvetsiyadan marketolog, AI ekspert. Hozirgi kunda sun'iy intellekt bo'yicha kontentlar qilib blog yuritib, mana shu orqali daromad topib kelaman. Bu video davomida siz sun'iy intellekt orqali 5 xil yo'lda daromad topish yo'llarini bilib olasiz. Qaysi biri sizga mosligini ham tushunib olasiz va albatta bu yo'llar nimaga ishlashini ham realniy keyslarda ko'rsatib beraman. Mana shularni siz bilib olasiz. Va albatta bu videoni oxirigacha ko'rganlarga o'zimning sovg'am bor. Sun'iy intellekt bo'yicha 3 ta video darslik tayyorlab qo'yganman. Mana shuni sizlarga sovg'a qilaman. Sun'iy intellekt orqali daromad topishni birinchi yo'li bu kiyim bizneslariga rasm va videolar tayyorlab berish. Hozirgi kunda kiyim bizneslariga Instagramga qo'yishlari uchun, social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishlari uchun ularga rasm, videolar kerak bo'ladi. Va albatta mana shu video rasmlarga ular juda ham katta pul sarflashadi. Studioni olish kerak, mobilograflarni chaqirish kerak, modellar kiyimlarni kiydirishga modellarni ham chaqirish kerak bo'ladi. Lekin hozir modellarni ham sun'iy intellekt orqali yaratib turib, xohlagan lokatsiyada mana shu modellarga kiyimlarni kiydirib, rasm va videolar qilib berishingiz mumkin bo'ladi va mana shu orqali daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda biznes egalari ham mana shunaqa fashion, rasm va videolar qiladigan, sun'iy intellekt orqali qiladigan ekspertlarga pul to'lashga tayyor. Buni isboti bilan hozir mana shu slaydda ko'rib turibsizlar. Biz o'zimizning o'quvchilarimizga ham blogim orqali mijoz topib beramiz. Ya'ni men Reels chiqaraman. Reelsda biznes egalari, kiyim bilan shug'ullanadigan biznes egalari anketani to'ldirishadi va mana shu anketa to'ldirganlar bilan biz o'zimizning o'quvchilarimizni bir-biriga bog'lab beramiz. Hozir ko'rib turibsizlar, anketada ham 40 dan ortiq kiyim biznesi bilan shug'ullanadigan biznes egalari to'ldirishgan va mana shu orqali biz o'zimizning o'quvchilarimizga ham mijoz topib berganmiz. Ya'ni bu orqali siz bilishingiz mumkin, qanchalik hozirgi kunda O'zbekiston bozorida ham sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislarga talab kattaligini. Sun'iy intellekt orqali daromad topishni ikkinchi yo'li bu marketplace'lar uchun mahsulot kartalarini tayyorlab berish. Bilasizlar, Uzum marketplace, Wildberries, Ozon marketplace'larda ham, hamma marketplace'larda ham sotuvi 80% ni vizual ta'minlab beradi. Agar sizning mahsulotingiz vizuali yaxshi, chiroyli bo'ladigan bo'lsa, albatta sizning sotuvingiz ham baland bo'ladi. Buni isbotini sizlar hozir ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana anketa to'ldirishgan, biz o'quvchilarimizga mijoz topib berish maqsadida shunaqa reels chiqarganmiz. Uzumda savdo qiluvchi insonlar mana shu anketani to'ldirgan va mana shu anketani to'ldirgan insonlar bilan biz o'zimizning o'quvchilarimizni biriktirib bularga mijoz topib berganmiz. Ya'ni bu anketadan sizlar ko'rishingiz mumkin, hozir O'zbekiston bozorida ham uzumda savdo qiluvchi insonlarga mana shunaqa AI mutaxassislar kerak, mahsulot kartalarini yaratib beradigan va bu ham juda ham talabkor kasblardan biri hisoblanadi. Sun'iy intellektda daromad topishni uchinchi yo'li bu AI avatar orqali blog yuritib daromad topish. Bunda ham o'zini ikki xil yo'li bo'ladi. Birinchi yo'li ekranda ko'rib turibsizlar, meni o'zimni AI avatarim, ya'ni oxirgi oyda, mana 2,5-3 oy ichida men o'zimni Instagramlarimda, Reelslarimda o'zim chiqib gapirmayman. Meni AI avatarim chiqib gapiradi. Har xil obrazlar qilib olganman. Ekranda ko'rib turibsizlar, mana shu obrazlarimni o'zgartirgan holda har xil Reelslarda o'zimni AI avatarimni gapirtirib, bloglar yurityapman, kontentlar qo'yib boryapman. Shu orqali obunachilik kelyapti va men daromad topib boryapman. Ya'ni men har doim kameraga chiqib gapirishim shart emas. Yana bitta yo'li AI avatari. Misol uchun deylik, siz blog yuritmoqchisiz Instagramda, lekin yuzingizni ko'rsatmoqchi emassiz. Mana shunaqa holatda ham siz o'zingizni yo'nalishingizga biron bir yo'nalish tanlab olasiz. Fitness bo'ladimi, cooking bo'ladimi, biron bir yo'nalishni tanlab, unga AI avatar personaj yaratib olasiz. Mana shu personaj sizni Instagramingizni, blogingizni yuritib, Reelslaringizda ham mana shu yaratgan AI personajingiz gapirib, kontentlar qo'yib borasiz. Hozirgi kunda bu turdagi blog yuritish, ya'ni AI personaj yaratib blog yuritish
international marketda, ya'ni xalqaro bozorda ham juda ham mashhur bo'lgan. Bunga misol qilib Teyani olishimiz mumkin. Fitness yo'nalishida blog yuritadi, Sky AI bor, sun'iy intellekt bo'yicha blog yuritadi va ularning reklamasi Instagramda bitta Reels qo'yib berish reklamasi $400-500 boshlanadi. Va bu narsa ham O'zbekistonda hozir juda ham sekin-sekin rivojlanib, mashhur bo'lib boryapti. Sun'iy intellekt orqali daromad topishi 4-yo'li bu Veo 3.1 modeli orqali, ya'ni video generatsiya orqali, yana Sora 2 video generatsiya orqali video reklamalar tayyorlash. Bilasiz, O'zbekistonda ham, butun dunyoda ham nima biznes boshlansa, ular o'zlarining mahsulotlarini, o'zlarining xizmatlarini reklama qiluvchi videolar qilishlari kerak bo'ladi. Ya'ni hozir siz biron bir biznes boshlasangiz ham O'zbekistonda siz albatta ijtimoiy tarmoqlar ochishingiz kerak. Ya'ni Instagramda siz kontent qo'yib borishingiz kerak. Mana shunaqa kontentlarga albatta siz video rasmni qo'yishingiz kerak. Hozir mana shunaqa video roliklarni tez, oson va premium natijani beradigan qilib hozir mana shunaqa video roliklar qilish imkoniyatini beryapti hozirgi kunda bizga sun'iy intellekt. Ekranda ko'rib turibsizlar, buni bizning o'quvchilarimiz qilishgan. Mana buni Shadisha blogerga Shahrizoda o'quvchimiz qilib bergan. AI personaj sifatida, bu sifatida kursini sotuvini e'lon qilgan paytda mana shunaqa qilib chiqqanmiz. Yaxshi axlat olgan. Mojito ichimligi uchun bu ham Sora 2 da qilingan. Mojito ichimligi uchun shunaqa video rolik reklamasi tayyorlangan. Tepada Mercedes mashinasi uchun ham, Mercedes-Benz mashinasi uchun ham shunaqa video rolik tayyorlangan. Buni ham o'quvchimiz mana shu videoni qilgandan keyin avtosalonlardan takliflarni olishgan. Sun'iy intellekt orqali daromad topishi 5-yo'li bu albatta YouTube ga multfilm joylab daromad topish. Bu passiv daromad topish turiga kiradi. Ya'ni siz YouTube da blog ochasiz, kanal ochasiz, nastroyka qilasiz, monetizatsiyalarni ulaysiz va sun'iy intellekt orqali multfilmlar qilib, mana shu kanalga qo'yib siz daromad topasiz. Hozir endi sizlarda shunaqa savol tug'ilishi mumkin. O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston bozorida hozir sun'iy intellekt orqali daromad topayotganlar bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Bunga men o'zim o'quvchilarim sizlarga misol tariqasida kes sifatida ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi o'quvchim Aisha bizga kelganda uy bekasi edi, uyda o'tiradi, hech qanaqa daromadi yo'q, lekin bizda mana shu kelib sun'iy intellektni o'rganib, hozirgi kunda oyiga $1,500 daromad topadi. Aishaning birinchi proyekti bu turmush o'rtog'ining shaxsiy brendini rivojlantirish bo'ldi. Ya'ni tabobat yo'nalishida blog yuritib, shaxsiy brendini rivojlantirib, mana shu blog yuritish bo'ldi. Va mana shu profilni ochishdi. 3 haftadan keyin ko'rib turibsizlar, 34 ta podpисчикка ega bo'lishdi. Va eng qiziq joyi bu profilda o'zlarini turmush o'rtoqlari chiqib hech qanaqa reelslarda gapirmagan, hamma kontentlari, hamma videolari, rasmlarigacha hammasi sun'iy intellekt orqali qilingan. Hozir internetda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, mana shunaqa animatsionniy stilda qilingan videolar juda ham mashhur bo'lib ketdi. Mana shuni bizning o'quvchimiz, birinchi potok o'quvchimiz Aisha O'zbekiston bozoriga olib kirib, juda ham katta prosmotrli kontentda qilishni boshladi va hozir juda ham ko'pchilik mana shunaqa formatdagi videolarni qo'yishni boshlashdi. Va mana shu profilni yurg'izib kontentlarni qo'yib borish jarayonida Aishaga boshqa proyektlar ham chiqishni boshladi. Aisha hozirgi kunda bizani AI Creators kursimizning ikkinchi potokida kurator bo'lib ishlaydi va mana shu potokdagi o'quvchilar bilan komanda qilib, hozir proyektlarga o'zi ulgurmagani uchun komanda qilib hozir birgalikda ishlashyapti. Hozirgi kunda Aisha o'zini turmush o'rtog'ini shaxsiy brendini rivojlantirishda yordam beradi va qo'shimcha ravishda boshqa proyektlar, ya'ni Aqlvoy telekanaliga ular multfilmlar tayyorlab berishyapti komanda bilan va yana O'zbekiston 24 kanaliga ham ular yangiliklarni aytadigan kontent, video roliklar ham tayyorlab berishyapti. Hozir yaqinda gaplashganimda Aisha aytibdi, endi ob-havoni ham aytuvchi AI kontent tayyorlaymiz. Mana shunaqa qilib hozir O'zbekistondagi kanallar bilan ham ular hamkorlikda, birgalikda ishlashyapti. Yana bitta o'quvchimiz Donopa birinchi potokda o'qiganlar, ular uzumda savdo qiluvchi biznes egalariga mahsulot kartalarini yetkazib beradilar. Ya'ni bir oyda 2-3 ta proyekt bilan gaplashib olganlar, o'sha proyektlariga kelishgan holda rasmlar qilib berib, ya'ni mahsulot kartalarini tayyorlab berib daromad topadilar va qo'shimcha ravishda boshqa proyektlar bilan ishlab va bizani AI Creators kursimizda ham kurator sifatida ishlab hozir daromad topadilar. Yana bitta o'quvchimiz bu Maryam, bizani mana shu ikkinchi potokda o'qiganlar. Maryam o'zlari fashionga, dizaynga qiziqqanlar uchun mana shunaqa Acham Collection degan magazin bilan ularga Instagramlari uchun Midjourneyda qilingan, ya'ni sun'iy intellekt orqali qilingan
rasmlarni tayyorlab berib oyiga $350 daromad topyaptilar. Oxirgi marta gaplashganimda Shahlopa $350 kelishdik, hamkorlikni boshladik deb aytdilar. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Mana shu o'quvchilarimiz bizani sun'iy intellekt kursimizga kelganda uy bekasi bo'lishgan, hech qanaqa daromadi bo'lmagan, hatto turmush o'rtoqlari ko'chaga chiqib ishlashlariga ham ruxsat berishmagan. Lekin ularning birgina qarorlari bizani kursimizga kelib, mana shu sun'iy intellektlarni o'rganib, hozirgi kunda O'zbekistonda katta proyektlarda hamkorlik bilan ishlab, sun'iy intellekt orqali daromad topib kelishiga hozir sababchi bo'lyapti. Siz ham AI orqali daromad topa olasiz, agar AI ni to'g'ri struktura bilan, to'g'ri sistema bilan o'rgansangiz. Lekin ko'pchilikda shunaqa muammo bor, nimadan boshlashni bilishmaydi va qaysi AIlarni, qaysi sun'iy intellektlarni o'rganishlikni bilishmaydi. Chunki ko'ryapsizlar, sun'iy intellektlar kundan kunga yangilari chiqib kelyapti, qaysi birini o'rganishni bilishmaydi. Va albatta, ko'pchilikdagi eng katta muammo bu qanaqa mijoz topaman. Mana shu ham ko'pchilikda muammo. Lekin bu muammolarga biz o'zimizni onlayn AI Creators kursimizda yechim beramiz. Hozir sizlarda shunaqa savol tug'ilishi mumkin. O'zbekistonda o'zingizlar qanaqa proyektlarni ishlayapsizlar, qanaqa qilib daromad topasizlar degan savolga men hozir shu javob bermoqchiman. Hozirgi kunda biz O'zbekistonda Malika Ravshanova bilan ishlayapmiz. Ularning yangi ashulalari uchun biz Instagram uchun video roliklar tayyorlab beryapmiz. Buni qilishga bizda vaqt yo'q. Shuning uchun men bu narsani o'zimning o'quvchilarimga berganman, chunki meni asosiy ishim, asosiy proyektlarim Shvetsiyadagi mijozlar bilan ishlaymiz. Lekin O'zbekistondagi mijozlarga men albatta mana shu sun'iy intellekt kursimda o'qigan a'lochi o'quvchilarimni biriktirib beraman. Bular proyekt olib birgalikda ishlashadi. Malika opani keyslarda ham hozir mana shu AI Creators kursimni ikkinchi potokda o'qigan 6 ta o'quvchini biriktirib berganman. Ular bilan birgalikda ishlab, mana shu orqali hozir daromad topishadi. Yana ikkinchi keysimiz bu Aziza Nizomova, bilasizlar, mashhur musiqachi. Ularning ham Alla bolam degan ashulasi bor ekan. Mana shu Alla bolam ashulalariga YouTube uchun 3 minutlik multfilm formatida biz hozir sun'iy intellekt orqali videoni tayyorlab beramiz. Buni ham bizani komanda qilib beryapti. Yana bitta keyslardan biri Arabbayevna Maftuna, bilasizlar, ularning o'zlarining kosmetika yo'nalishida bizneslari bor. Mana shu kosmetika mahsulotlari uchun bizani ikkinchi potokda o'qigan Nozima hozir ularga mahsulot kartalarini yaratib beryapti. Yana bizani kursimizda Silhouette brendining asoschisi Noila Usmonova o'zlarini media timlarini kursimizda o'qitdilar va ko'ryapsizlar, kursimizga juda ham talab katta. Ya'ni aytib o'tmoqchimanki, O'zbekistonda hozir mana shu AI mutaxassisligi, AI orqali, sun'iy intellekt orqali kontent qiladigan, rasm, video qiladigan mutaxassislarga talab oshib boryapti. Agar siz ham AI ni o'rganib, mijoz topib, daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, AI Creators onlayn kursimizni sizga tavsiya qilaman. Kursimiz 2 oy davom etadi. Kursimizni 2 oy davomida kuratorlar sizga yordam berib, har doim podдержкада support qilishadi va albatta biza ekspertlardan sizga bir haftada bir marta jonli efirlar bo'ladi. 2-3 soat sizlar bilan savollaringizga javob berib, tushunmagan joyinglarni kompyuterni ochib, tushuntirib, mana shunaqa formatda bo'lib o'tadi va albatta bizani kursimizda hozirga yaqin 350 dan ortiq o'quvchilar bitirib chiqishdi. Hozir ekranda ko'ryapsizlar, bu video bizani mana shu 23-dekabrda bo'lib o'tgan, ya'ni ikkinchi potok o'quvchilarimiz bitirishdi. Bitiruv kechasidan qo'yilgan video. Mana shu bitiruv kechasidan keyin ham biz amin bo'ldik, bizani kursimiz rostdan ham natijaga olib chiqadigan, amaliyotga to'la kursligini. Kursimizda nimalarni o'rganasiz? Kursimizni 1, 2, 3 modullarda to'g'ri prompt yozish strukturalari, ya'ni qaysi platformaga qanaqa prompt yozish kerak va o'zingizlar uchun AI assistentlar yaratish ham 1-modulda o'rgatamiz. 2-3 modullarda esa sun'iy intellekt orqali rasm generatsiya qilish va video generatsiya qilishlar o'rgatiladi. Marketplace uchun mahsulot kartalarini yaratishi 4-modulda biz sizlar bilan o'rganamiz. 5-modulda eng muhim darslardan biri mijoz topish, o'zingizning xizmatlaringizga narx belgilash va albatta mijoz bilan ishlash bo'yicha darslik bo'ladi. Chunki mana 1, 2, 3, 4-modulgacha biz уже hamma narsani o'rganib olamiz. Ya'ni rasm generatsiya qilishi, video generatsiya qilishi, mahsulot kartalarini yaratishi va mana shu 5-modul kelganda уже sizlar mijoz bilan ishlashni, narxlashni o'rganganingizdan keyin уже sizlar mijoz topishga harakat qilasizlar. Va albatta bunda faqatgina sizlar harakat qilmaysizlar, biz ham harakat qilib, ya'ni o'zimning Instagramimga reels joylashtiraman. Mana o'quvchilarim sizlarga mana shunaqa mahsulot kartalari, videolar, rasmlar generatsiya qilishda yordam beradi deyman
anketani to'ldirishadi. Biznes egalari, Uzumda savdo qiladigan biznes egalar mana shu anketani to'ldirishadi va keyin adminimiz bularni filtrlab bizani o'quvchilarimizga biriktirib beramiz. Bizani eng xohlagan narsamiz, ya'ni boshqa kurslardan bizani ajratib turadigan tarafimiz, biza 2 oy kurs bo'ladigan bo'lsa, 2 oydan keyin sizlar mijoz bilan ishlashga harakat qilmaysizlar, balki mana shu 4 ta moduldan keyin mijoz bilan ishlab daromad topishga kirishasizlar. 6-modulda biz sizlar bilan AI avatar orqali blog yuritishni o'rganamiz. Bu modulda biz ikkita narsani o'rgatamiz. Misol uchun deylik, siz mutaxassissiz, o'zingiz blogingizni yuritasiz yoki bo'lmasa sizda ekspertiz bor, psixologmi, ular har doim reelslarda chiqib o'zlari gapirishlari kerak. Lekin mana shu sun'iy intellekt orqali sizlar ularni AI avatarini yaratib turib, reelslarda mana shu AI avatarlarni gapirtirib ham blog yuritishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsani ekspert sifatida siz o'zingizga qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa siz SMM mutaxassissiz, sizning proyektlaringiz bor, siz o'zingizning ekspertizga ham mana shunaqa AI avatarni yaratib turib, reelslarda mana shu AI avatarni gapirtirgan holda ham blog yuritib borsanglar bo'ladi. Yana ikkinchi yo'li bu, misol uchun deylik, siz yuzingizni o'zingiz ko'rsatishni xohlamaysiz, kameraga chiqishni xohlamaysiz, lekin Instagramda blog yuritmoqchisiz. Shunaqa holatlarda siz bitta AI personajni yaratib olasiz. Mana shu AI personajni gapirtirgan holda reelslar qilib, kontentlar qilib, xohlagan yo'nalishingizda blog yuritib borishingiz mumkin bo'ladi. 7-modulda biz sizlar bilan sun'iy intellekt orqali mini filmlar qilish va albatta reklama roliklarini tayyorlashni o'rgatamiz. Har qanaqa biznesga bilasizlar, ularga kontent kerak bo'ladi. Ya'ni har qanaqa biznes o'zining ijtimoiy tarmoqlarini ochadi, Instagramini ochadi va Instagramga qo'yish uchun video roliklar kerak bo'ladi. Mana shu video roliklarni hozir sizlar tez, oson, premium natijani beradigan qilib hozir sun'iy intellekt orqali qilishlar mumkin bo'ladi. U xoh sumka bo'lsin, xoh kiyim bo'lsin, xoh taqinchoq bo'lsin, mashina bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar hozir siz sun'iy intellekt orqali mana shunaqa video roliklarni qilishingiz mumkin bo'ladi va bu narsani biz 7-modulda o'zimizning o'quvchilarimizga o'rgatamiz. Hozir ekranda ko'rib turibsizlar, mana shu videolarni bizani 2-potokdagi o'quvchilarimiz qilishgan. Mahito Freshni qilishgan, bitta o'quvchimiz Nodir aka degan o'quvchimiz, ular mana shu Kia mashinasi uchun reklamniy rolik qilganlar. Aytib o'tganimdek, boyaga Aisha o'quvchimiz ham mana shu O'zbekiston 24 uchun ham mana shunaqa yangilik sifatida, yangilikni aytib beradigan kontent sifatida O'zbekiston 24 uchun mana shunaqa video tayyorlab berishgan va pastda yana mini film, diniy uslubdagi, diniy formatdagi mini filmlarni ham ular 7-moduldan o'rganib tayyorlashgan. 8-modulda sun'iy intellekt orqali multfilm tayyorlashni o'rganamiz. Bilasizlar, hozirgi kunda American YouTube orqali kanal ochib, unga multfilm qo'yib, passiv daromad topish mumkin bo'ladi. Mana shunaqa kanalga qo'yadigan multfilmlarni biz 8-modulda sun'iy intellekt orqali multfilm tayyorlash modulida biz sizlar bilan o'rganamiz. Mana shu 8-modulni biz sizlar bilan kursimiz davomida 2 oy davomida o'rganamiz. Lekin mijozlar bilan ishlashni sizlar kursning o'rtasida уже boshlaysizlar. Endi bizani mana shu AI Creators kursimizga to'liq qilganlarga biz qanaqa bonuslarni tayyorlab qo'yganmiz. Bizani kursimizga to'liq qilganlarga birinchi o'rinda mobilografiya kursiga biz dostуп beramiz. Ya'ni sun'iy intellektni o'rganib, sun'iy intellekt orqali kontent qilmoqchi bo'lgan insonlar mobilografiyadan xabari bo'lish kerak. Shuning uchun sizlar alohida kurs olib o'tirmaysizlar. Bizani mana shu AI Creators kursimizga to'liq o'qiganinglardan keyin bonus sifatida mobilografiya kursi beriladi. Ikkinchi bonusimiz bu SMM darsliklari, ya'ni SMM kursi. Aytaylik, siz sun'iy intellekt orqali blog yuritmoqchisiz, kontentlar qilasiz, lekin mana shu Instagramda blog yuritishni ham bilishingiz kerak bo'ladi. Siz yana alohida kurs sotib o'tirmaysiz. Biz sizga mana shu kursga to'liq o'qiganingizdan keyin bonus sifatida SMM kursini ham beramiz. Va yana eng chiroyli bonusimizdan biri bu YouTube kursi. Ya'ni siz AI Creators kursiga to'liq qilasiz va YouTube bo'yicha kursni ham qo'lga kiritasiz. YouTube bo'yicha kurslarda botda monetizatsiya ham o'rgatilgan. Juda ham ko'p YouTube darsliklarida, video darsliklarda monetizatsiya o'rgatilmaydi. Ya'ni pulga qanaqa chiqish, pullarni O'zbekiston sharoitida qatdan yechib olish, unaqa narsalar o'rgatilmaydi. Lekin bizani berayotgan, mana shu bonus sifatida berayotgan YouTube kursimizning ichida hammasi o'rgatilgan. Kanal ochish, nastroyka, sozlamalar, statistikasi, pulni qatdan yechib olish kerak, qanaqa ulash kerak, qanaqa nalog to'lash kerak, hammasi ochiq oydin o'rgatilgan. Va yana bonus sifatida biz sizlarga 1000 ta promptdan iborat ChatGPT kitobini ham sizlarga beramiz. Lekin bu bizani kursimizga to'liq o'qiganlarga hamma bonus emas. Mana shu bonuslarni siz hisoblaydigan bo'lsangiz, u 10 milliondan oshib ketadi buni qiymati. Lekin bizni bitta AI Creators kursiga to'liq qilasizlar, mana shuncha kurslarni sizlar bonus sifatida qo'lga kiritasizlar. Yana bitta eng zo'r bonusimiz bu mana shu potokda kirib o'qigan o'quvchini, ya'ni bizning kursimizning oxirida diplomli zashita ishlarini beramiz o'quvchilarga. Kim mana shu zashitani zo'r oqlab diplomli rabotani topshiradigan bo'lsa, mana shu 5 ta o'quvchiga biz
kursi pulini qaytarib beramiz. Ko'rasizlarmi? Sizlar bu yerda hozir hech narsa yo'qotmaysizlar. AI Creators kursiga to'liq qilib kirasizlar, mobilografiya kursiga ega bo'lasizlar, SMM kursiga ega bo'lasizlar, YouTube kursiga ega bo'lib, multfilmlarni joylab, o'tdan passiv daromad topasiz. Qo'shimchasiga kitob olasiz, ChatGPT bo'yicha kitoblarni olasiz va albatta, agar siz diplom ishini qiladigan bo'lsangiz, sizni mana shu 100% to'lagan pulingiz sizga qaytarib beriladi. Ko'rasizlarmi? Bunaqa imkoniyat, bilmayman, boshqa kurslarda bormi, yo'qmi, lekin men o'ylayman, bunaqa imkoniyat yo'q. O'shaning uchun imkoniyatdan foydalanib olinglar. Chunki bu taklifimizni joyi juda ham chegaralangan, soni juda ham chegaralangan. O'shaning uchun bu taklif borligida pastda havola qoldiraman. Havolaga kirib, anketani to'ldiringlar. Anketani to'ldirganingizdan keyin bizani rasmiy sotuv menejerlarimiz sizga aloqaga chiqib, kurs haqida ma'lumot berishadi va sizning savollaringizga javob berishadi. O'shaning uchun hali taklifimiz borligida, ya'ni joylar borligida anketani to'ldirib, havola orqali bizani sotuv menejerlarimizga bog'laninglar. Videomizni boshida aytib o'tgan sovg'a sifatida beradigan video darsligimiz ham mana shu anketani to'ldirganingizdan keyin sizlarga ssilka beramiz. Mana shu ssilka orqali video darsliklarni ham olasizlar. 2026-yilda AI ni o'rganib, o'zingizni daromadingizni boshqa bosqichga, boshqa urovnga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, AI Creators kursimizga marhamat.